Ko'pchilik mendan siz qaysi klub muxlissiz deya savol berishadi. Men esa bugun shu savolga javob bermoqchiman. Bu klub 1902-yilning 6-mart kunida tashkil topgan. Ularning tarixi shu qadar go'zalki, ta'riflashga til ojiz. Ular menga bir muxlisga berilishi kerak bo'lgan hamma narsani ortig'i bilan bera olishgan. Ulardagi xarakter hech qaysi jamoada topilmaydi. Bunga ularning odamlar ko'ziga yosh keltira oladigan kambeklari misol bo'la oladi. Bu klub taslim bo'lish neligini bilmaydi. Finallardagi g'alabalar, so'nggi daqiqalardagi gollar, dostonga aylangan futbolchilar, bularning bari meni yana va yana Realni sevishga undayveradi. Bu klubni hurmat qilmaslikning iloji yo'q, chunki ularning strategiyasi, qonun-qoidalari va jahon miqyosidagi obro'lari shunchaki kosmik darajada. Men bu klubga umrimning oxirigacha muxlislik qilaman. Ular haqida Jose Mourinhoning bir gapi bor. Hamma jamoalar mag'lubiyatga uchrashadi, ammo Real Madridning mag'lubiyati butun dunyoda shov-shuvga aylanadi, chunki Real Madrid dunyoning eng yaxshi klubi. Jose Mourinhoning bu gaplari boshqa klub muxlislariga yoqmas, lekin haqiqatni tan ola bilish kerak. Men sizlarga buni qo'rqmasdan ayta olamanki, umrimning oxirigacha madridist bo'lib qolaman. Muxlis sifatida men uchun bundan ortiq baxt yo'q. ¡A Madrid! Capturan acabar, aşk mezar acabar, sakın ha gitme.